Zangota hazratlarini o'sha maqbaralari yana xalqimizga qaytarildi. Davlat darajasida u joyni obod qilindi. U joyda nafaqat o'sha obod qilindi, o'sha tarixiy ko'rinishida tiklashga harakat qilindi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Zangota ziyoratgohi majmuasi Markaziy Osiyodagi, nafaqat Markaziy Osiyodagi, balki Osiyodagi eng yirik va muqaddas ziyoratgohlardan biri sanalardi. Bu yerga hattoki Afg'onistondan, Pokistondan, Hindistondan, Kavkaz ortidan ham musulmonlar bu yerga ziyoratgohga kelishadi. Chunki Zangota o'z davrida o'zlari va shu 4 ta mashhur shogirdlari Kavkaz, Volgabo'y, Ural bo'ylarigacha borib, mana shu Yassaviy tariqatini targ'ib qilishgan va mana shu bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlardan kelib chiqib turib, majmuani davrig'i, shuhrati musulmon dunyosini butun sharqida mashhur bo'lgan. Eng muhimi, Zangota o'zini hayot yo'li, kamtarona turmush tarzi bilan, qo'l mehnati bilan yashagan hayoti bilan, o'sha davrda Mo'g'ul bosqini davrida xalqimizning ruhini ko'targanligi bilan, vatanparvarligi bilan, o'sha odamlarga saxovat ko'rsatganligi, himmati nomi bilan shuhrat qozongan. Bu esa bizni yosh avlodimizni bu zotga nisbatan faxr iftixor tuyg'ularini uyg'otadi va bizni O'zbekiston tarixida mana shunday bir vali zotlar borligi har qanday fuqaroni qalbida faxr iftixor tuyg'ularini uyg'otsa ajab emas.